Barchaga xayrli kun. Bu videoni ko'rishinglar shart. Videoni oxirigacha ko'rishinglar shart. Sababi bu videoda sizlar bilishinglar kerak bo'lgan gaplarni gapirib o'taman bu yerda. Bu test jarayoni tugagan. Qaranglar, 2026-yil boshidan test boshlangan. $200 depozit bilan 1 soatlik time frameda mana shu robotimiz Cold Sniper robot pulli time frameda ham yaxshi ishlagan. Keyin H1da test qilganman. Grafikani ko'rsanglar bo'ladi. Haqiqiy professional robotda o'sishi mana shunaqa bo'ladi. $200 dan $61,000 qilgan. 5 oy ichida. Ko'rasizmi? Profit factor 7. Bu degani juda ham zo'r degani. Juda ham zo'r degani. Lekin bitta gap aytaman. Realni halol gap aytaman. Halol gap. Real bozorda bunaqa bo'lmaydi. Men sizlarni aldab oyiga $10,000 topganda aldamasdan halol $1,000 topganim yaxshi. Halol. Qaranglar, bu real bozorda nimaga bunaqa bo'lmaydi? Sababi real bozorda broker zadержкасы bo'ladi, broker kemiradi. Biz ishlatadigan broker bizni kemiradi. Sababi komissiya, spread, swap, pul ichganda komissiya, order ochib yopgan uchun komissiya unga bunga pul ushlab qoladi. Real bozorda bu testerda esa hech kim komissiya olmaydi, boshqa qilmaydi, o'qimaydi, lekin spreadda 100 qilib qo'yganman. Lekin real bozorda broker zadержкасы bo'ladi. Broker zadержкасы order joyida ochilmaydi, joyida yopilmay qolishi mumkin. VPS ulab qo'ygan bo'lsanglar, VPS qotib qolishi mumkin. Toza ishlamasligi mumkin VPS. Baribir VPS bilan ishlatasizlar-ku. Ertalabdan kechgacha robotni kompyuterda ertalabdan kechgacha yoqib qo'ya olmaysizlar. Shuning uchun VPS ishlatasizlar. VPSga ham bog'liq. VPSda ham yaxshisini o'rnatishinglarni men tavsiya beraman. Yaxshi VPS o'rnatsanglar o'zlaringizga yaxshi, robotga yaxshi. Qotmaydi, boshqa bo'lmaydi. Yaxshi VPS bo'lsa, robotni qotirib tashlamaydi. Vaqtida ishlashiga yaxshi bo'ladi. Broker tanlashda ham yaxshi brokerni tanlashinglarni men tavsiya beraman. Mayli, sizlar zerikib qolmasinglar uchun hozir men buni boshqa time framega qo'yaman. Haqiqatdan real ishlaydigan nima bo'lsa, lekin bir time frameda ishlaydi. Misol uchun H4ga qo'ymaganman, H4ga qo'yib H4da ham ishlatib ko'ramiz. $200 depozit bilan ko'rsanglar bo'ladi. Yaponskiy switchga qo'yamiz. Ishlayotgan ko'rsanglar, mana grafik o'sishini ko'rsanglar bo'ladi. Professional robot mana shunaqa o'sadi. Tushishlar kam bo'ladi. Ko'tarilish ham mana shunaqangi sekin bo'ladi. Professional robot shunaqangi ishlaydi. Eslab qolinglar. Professional robot zigzag bo'lmaydi. Misol uchun tepaga raketa bo'lib o'sib ketmaydi yoki pastga oqib ketmaydi. Professional, haqiqiy professional robot, odamga foydasi tegadigan robot mana shunaqangi sekin o'sadi. Sekin, sizlarni birdaniga millioner qilib yubormaydi. Mana shunaqangi sekin o'sadi. Ko'pchilik aldanib qolyapti. Jigarlar, akalar, ukalar, o'rganinglar. Tradingga kirib keldinglar ham o'rganinglar. Izlaninglar, o'rganinglar. Bu kasb order ochish, yopishi bildim bo'ldi emas. Ko'pchilik ishonyapti. Internetdagi mashinniklarga ko'pchilik ishonyapti. Aldab sotishyapti.
birdaniga raketa bo'lib ketadigan indikator nima robotlar bu. O'shalarni maqtashyapmiz, zigzag bo'lib oqadi. Zigzag bo'lib tepaga chiqadigan robot u professional robot hisoblanmaydi. Professional robot qanaqa bo'ladi? Mana shunaqa bo'ladi. Sekin o'sadi, sekin. YouTube'da bitta bir rad ko'rib qoldim. robotni zigzag bo'lib o'syapti. Keyin testda davomida zigzag bo'lib pastga qo'yibdi. Yana aytyapti, u bir rad aytyapti. Men skidga qo'ydim, o'qildim. $1,500 robot. Agar oradan nechadir kun o'tsa, $2,000 sotib olasizlar. Robot sotishdan oldin oluvchilarni ham o'ylash kerak edi. Arzonroq qilib beraverish kerak robotlarni. Mana bu xudo xolasa sizlarga katta foyda olib keladigan robot, lekin sekin foyda qiladigan robot. Misol uchun yillar, oylar davomida katta foyda qilib bera oladi, lekin birdaniga razgon qilib sizlarni pulinglarni raketa qilib yubormaydi. Unaqangi robotni ko'rib qolsanglar, unaqa robotni ishlatib o'tirmanglar, sotib olib o'tirmanglar. Tekinga ham kerak emas unaqa birdaniga raketa qilib yuboradigan. $100 $1 million qildi, $1 million $100 million. Yo'q do'stim, unaqasi bo'lmaydi, unaqasi yo'q. Unaqa qiladigan robot bo'lsa, u 50 yil testdan o'tgan bu, 50 yil bek testdan o'tgan bo'lishi kerak. Birdaniga unaqangi ko'tarib yuboradigan robot bu. Unaqa natija bo'lsa fake bo'ladi. 1 million%, 2 million% oshiradigan. Mana robot ko'rsanglar bo'ladi. Risk menejmentga qattiq amal qiladi. Mana 001 lot, 001 lot. Mana 03 lotda ochish orada ochgan mana. Men buni logikasini shunaqangi professional qilib yozganman. Sekin o'sadigan qilib depozitga katta zarar bermaydi. Sababi foydani ushlab qoladi. Misol uchun foydaga chiqdimi? Foydani ushlab qoladigan funksiyasi bor. Ya'ni trailing stop foydani ushlab qoladi. Foydaga chiqdimi, tamom, trailing stop ishga tushadi. Unda to'g'ri nimani katta impulsni ushlamasligi mumkin, lekin o'sha katta impuls ketayotgan payt o'sha impulsni qaytishiga ham ishlaydi, o'sishiga ham ishlaydi. Unisiga ham ishlaydi, bunisiga ham ishlaydi. Lekin kichik foydalar bilan ishlaydi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, mana ishlayotganini ko'rsanglar bo'ladi. Bundan oldingi videolarda ham obzor qilib o'tganman. Bu robot shaxsiy o'zimniki, men internetda olib, o'qilib sizlarga olib sotayotganim yo'q. 100% o'zimga tegishli. Ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana ismim yozilgan, Islombek Systemda yozilgan. Hamma robotlarimda o'zim yozaman. Men bu yerda chetda o'zimni logotipimni yozaman dedim. Bir chetga surilib qolgan va bo'pti, mayli, buni umuman aloqasi yo'q. Sababi nima? Eng muhimi robot normal ishlayapti. Eng asosiysi robot normal ishlayapti. Bo'ldi, bu yozuvi nima kerak? O'ng tarafdagi yozuv chekkaga surilib qolgan. O'zimning kanalim va o'zimning kontakt profil nicknameni yozgandim, bir tarafga surilib qolgan. Bo'pti, mayli, uni nevajno. Mana o'shdi, mana $5,000 bo'ldi. 200 necha dollardan. Depozit $200 da, adashmasam $200dan $5,000 bo'ldi. Necha oy ichida? Yanvar, fevral, mart 3 oy ichida $500-200dan mana $5,000 qildi. Mana. Realniy robot sizlarga mana do'stlar, mana shunaqa o'sadi. Ko'rasizlar bo'ladi. Internetda sotilayotgan hamma robotlarga ishonavermanglar. Misol uchun menga ham hech kimga, men sizlarni o'ylab aytyapman, lekin men sizlarni aldamayman. Lekin meni robotlarim ham mana shunaqangi testini ko'rib, videolarimni hammasini ko'rib, bilib, keyin sotib olsanglar yaxshi.